bugungacha hech kim qabristondan chiqib Aşmada, kurmada, küllere gerisinde tutmayın. Anangaram, bunangara yetken bir amın gara. Shu video o'rniga sizlar mana anchani so'rayotgan kim oxirgi bo'lib qabrdan chiqsa yutadi challenge bo'lishi mumkin edi. Lekin sizlar mana shartni bajarmadinglar. Da, sizlar like'larni ortig'idan yerdinglar. Lekin obunachilar soni kelganda masalan, atigi giroytigina obunachi so'ragandim. Lekin sizlar menga o't mana shuncha, ya'ni 15 ming obunachi yig'ib berdinglar. Va bu ishlar bilan sizlar mana shartni bajarmadinglar. Va shuning uchun ham men sizni kutayotgan mana shu kim oxirgi bo'lib qabrdan chiqsa yutadi videosini beraman. Va shu uchun demak, men vaziyatni qiylashtirmayman. O'sha shart qoladi. Mana shu videoga hozir bitta like bosasiz va obuna bo'lasiz. Demak, mana shu videoda 20 ming obunachi kelsa, men Komron Bahorovni kim oxirgi bo'lib qabrdan chiqsa yutadi challenge-ga chaqiraman. Va bundan keyin video shu bo'ladi. Va albatta do'stlar, mana shu like obunalarni mendan ayamanglar. 2 oy davomida video chiqarmadim. Chunki negadir obunachilar maksimum qisqardi. Mana shu videoga bitta maksimal aktiv berasizlar. Shu bilan yana ketma-ket bu video chiqishini qaytaramiz. Like bosing, obuna bo'linglar. So'rayotgan yana bir qo'rqinchli video boshlaymiz. Bu videoda kim qabrdagi questdan oxirgi bo'lib chiqsa yutadi. Challenge o'ynaymiz. Bizlar qabristonga bir necha sirli qutilarni berkitganmiz. Lekin barcha shaxslardan kerakli sirli qutilar bo'lsa, million so'm qo'lga kiritadi. Qolgan ishtirokchilarni esa mana shu qabristonda tashlab ketamiz. Keling, bu videoda ikkita jamoa bo'ladi. Ya'ni men bilan Sobirov, Murodbek bilan Kambik va sezib turganingizdek, bu video juda qiziq bo'ladi. Shu uchun bu videoni albatta oxirigacha ko'ringlar va hoziroq like bosib qo'ying. Va ayni bo'lsam, ikkita jamoa qabristonni ikki tarafiga bir-biriga bog'langan holda tashladi. Chunki bir-biriga bog'langan bo'lsa, ancha qiyin bo'ladi. Va bu qanaqa qiyin bo'lishini video davomida tushunib olasizlar. Qarshi jamoa bo'lsa ham, bir dushmanimiz bo'lsa ham sizlarga olamiz. Fokus qilib chiqib bu videoni oxirida ko'ra olasizlar. Ana, birinchiga. Do'stlar, biz alohida guruhlarga bo'lindik va men bilan Bobrov qabristonni boshqarib keldik va bu safarga gapirishga qo'rqaman. Chunki bu haqiqiy kristallar qabristoni. Bobrov ko'rganingizdek, ana endi oramizda arqon bor. Ya'ni biz endi bir-birimizni ajralib qochgan bo'ldik. Biz oldingi safargidek. Yana mana shu sirli qutani topib, tezroq pul topsak, shundagina kristallarni qabristoniga chiqishimiz mumkin. Agar kimdir chiqib qolsa, men tezroq yugurib ketsam, meni to'xtatmayman bilan yuguring. Ammo yiqib tursam-chi? Sorry, men chiqaman, men juda qo'rqaman, chunki orqaga qarayman. Do'stlar, prosta shuning uchun men va Bobrov bu videoni birinchi marta men juda qo'rqaman, chunki orqaga qarayman. Do'stlar, prosta shuning uchun men va Bobrov bu videoni birinchi marta emas. Shuning uchun ham biz o'qitamiz. Ayting, bilan qilib ovoz bunaqa yaqin oddiy odam yoki ruh kelgan точно xuddi o'tgan safarga o'xshab maqsud. Ashti xatda qolish kerak. Buni qarang. Sekin borib tutamiz. O'chib fanarlar ochamiz. Ya'ni biz bu challenge uchun birinchi yo'l bizga xalaqit bergan odamlarni yo'qotamiz. Короче, bolalar biz komandaga bo'lindik. Bolalar naryo tarafda bilmayman qaysi tarafda biz bu yoq boshlamiz. Ana endi korobkalarni, sirli qutilarni topib turib, 1 million bilan kalit topgan odam mana mana shunday chiqib keladi. Qolganlar qolib ketadi. Endi yusayu, qo'ydan bo'lishdi. Bu yoqqa qochavermaydi, men bu yoqqa qochadigan bo'lsam, men bilan birga qochishgan. Qarang, birinchi bo'lib qabrlar orasida sirli qutilarni topamizda, agar ichdan sirasi bilan topsa, sirasi ketamiz. Shuning ham qorong'ida ko'rinmay qolishi mumkin. Yaxshilab qarashing kerak. Deganda sirasi topadi, video tugating. Baxting bo'ladi. Sanki qarabkan topasa, ichidan 1 million bilan kalit chiqib ketasan bo'lmasa, shartni bajaramiz. Nima degadir? Qarabdan qilish kerak. Mana paras qilsam omon qolsa, bunaqa bo'lmaydi. Yiyeberdin, jat ko'rib olayım. Men sen qiziqtirib turgan jo'qman. Polibon maqsud bilan yaqinda o'tishni oldimiz kerak. Shu tutamiz. O'g'limiz keyin qarabkalar birin-ketin topib, biz pul chiqmaguncha shartlarni bajaramiz. Oxirida yetib ketamiz. Всё. Nice. Va eng muhim do'stlar, hozir o'zingizga videoga like bosinglar. Chunki nimagaligini sal oldinroq, ya'ni videoni boshida sizlarga aytganman. Ya'ni qabr videosi chiqishini xohlayman, chunki u sizlarga yoqqan rubrika. Mana bu prosmotni ko'rish mumkin. Shu uchun hozir like bosing va obuna bo'ling.
saniyga 3 kun qo'shish va xabar